Men juda ham kechikyapman, lekin keling birgalikda kundalik makiyajimni qilamiz. Albatta, birinchi navbatda quyoshdan himoyalovchi krem, sanskrin suramiz. Bugungi tonal kremim esa Chanel'dan. Chanel tonal kremi o'zi juda ham yengil bo'lib, yarim matvoy qoplanishga ega, lekin men молочко qo'shib, yana ham yengillashtirib olaman. Sarg'ish tusda bo'lishiga qaramasdan, lekin bu tonal krem yuzimga yaxshi yotib, rangi o'zimning rangimga moslashib ketadi. Men har doim birinchi bo'lib qoshlarimni bo'yashni unutib qo'yaman. Shuning uchun har safar qosh qismidagi tonal kremni o'chirib tashlashimga to'g'ri keladi. Qoshlarimni mitsellar suv bilan tozalab, so'ngra laminatsiya effektini beruvchi fiksator bilan shakl berib olaman. Laminatsiya beruvchi deyilganiga qaramasdan, juda ham qoshlarni yopishtirib qo'ymasdan, bir tekis qilib tarab, qotirib beradigan Pussy brendidan qora qopqoqli yaxshi gel. Endi esa eng sevimli skulpturim Beauty Bomb brendidan. U deyarli saryodagi eruvchan teksturaga ega, plastichniy eruvchan, skulptur rangi yoqimli, yorqin yuzlarga yaxshi to'g'ri keladigan, sarg'ish ham emas, sovuq yashil rangga ketadigan ham emas bo'lgan yaxshi skulptur. ham yengil tarqaladi, 1-2 va hammasi tayyor. Shiglin brendidan mening eng sevimli rumiyanim, Dior brendining hamma taniydigan eng mashhur rumiyani rangidagi. Endi esa eng yoqtirgan bosqichim 7 Days Bicolor paletkasidagi mana shu pushti rang. Men bunga umuman o'xshaydigan rang topa olmayman. Hatto bitta donalik tenlarda ham aynan shu rangni uchratmadim. Men bu rang bilan har kunlik makiyajimni qilaman. Zich joylashgan kist olib, butun qovoq bo'ylab surtib chiqaman. Menga bu tengning qovoqni to'liq yopishi va shaftoli rangi o'zgarib ketmasligi yoqadi. Odatda hamma pushti ranglar yo shaftoli rangi aylanib ketadi yoki qovoqda xira bo'lib qoladi. Garchi bu teng o'zi shaftoli rangida ko'rinsa-da, mening terimda chiroyli pushti baby pink bo'lib ko'rinadi. To'liq makiyajda bu rangda menga juda yarashadi. Ko'z makiyajini toza va sifatli chiqishining asosiy sababi biz tenglarni yaxshi tarqatishimizga bog'liq. Ko'zimning pastki qismiga esa ko'pincha mana shu rangni surtaman. Eng asosiysi kichkina zich kistichka yoki bochka kistichka olib, istalgan yaltiroq teng siyajka bilan ko'z burchagiga urg'u beraman. Bugun menda mana shunday pushti duoxrom rang bo'ldi. Aynan shu ko'zning ichki burchagiga siyajka yoki qandaydir mat va yorqin rangni surtish bizni juda ham ko'rinishimizni ochadi va xushmuomala ko'rsatadi. Undan keyin biroz highlighter suramiz. Menda Catrice brendining pushti highlighteri, uni mana shunday badiiy rassomchilik kistichkasi bilan surtaman. Menda juda ko'p kistlar bor, lekin highlighter uchun aynan shunisini tanlayman. Chunki u terini ajoyib tarzda polerovat qilib jilolantirib beradi. Buni uchiga va mana shu yerga surtamiz. Kipriklarim sun'iy tarzda o'stirilganligi uchun faqat pastki kipriklarimni tush orqali bo'yab olaman. Menda Relui'ni terma tushi. Lab bo'yog'iga kelsak, menda qalam Mistais brendining 35-raqamdagi. Pomadaga kelsak, MAC brendining Syrup nomidagi binafsha rangdagi pomadasi. Lablarni yaxshi namlantiradi va balzamdagi yarim shaffof rang beradi. Ko'z strelkalari bilan biroz oshirib yuboribman. Mayli, endi upa surtamiz. Menda Koreyaning Clarins brendi pudrasi. Men faqat T zonasiga peshona va burun atrofidagi zonalarga pudra surtaman. Menga butunlay matvoy yuzdan ko'ra mana shunday sog'lom jilo berib turadigan yuz ko'proq yoqadi. Sochlarimizni taraymiz va tamom, makiyaj tayyor. Endi kiyinib yo'lga chiqishimiz qoldi. Sizga agarda mening videoim yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.